Assalomu alaykum. Sizlar bilan Mamatov Yorbek. Tak, bu zapisimiz yana bu avtoprogramma Miami Ichta degan vkladkaga qaratiladi. Tak, avtoprogrammamizda 5 ta tarif bor. Birinchisi cash, give, travel, auto, estate. Ko'rib turganlaringdek cash bilan give уже ochildi. Aytaylik, to'ldi desak ham bo'ladi. Mana 1 2 3 4. Give tarifimiz 1 2 3 4. Endi navbat travel, auto, estate. Shu 3 tasi to'liq o'tilsa 115,000 qistada bo'ladi. Tak, marketing plan qanday ishlanadi? Avvalasi любой odam partnerskiy, ya'ni biznes loyihani va jamoaviyligini tushunib olishimiz kerak. Masalan, birinchisi любой akkaunt cash tarifi bilan kelgan vaqti o'zini tagida birinchi, ikkinchi biznes pozitsiyasini yo taklif qilgan vaqti yopadi yoki undan oldin kimnidir taklifi bo'lsa, ana o'shalar sizdan keyingi pozitsiyaga tushsa, значит sizni tagingiz yopildi hisoblanadi. Данный momentimiz nakopitelni 4 ta bosqichdan iborat. Marketing plan qanday ishlanadi? Masalan, mana bunday holatda kirish tarifimiz ochiladi. Bizning joyimiz mana bu $20 M1 joyiga kelgan vaqti o'zimizdan keyin 2 ta joyimiz bo'sh turadi. Bu joyda biz taklif qildik, значит yopdik. 2 ga keldik. 2 da ham xuddi shunday 2 ta joy. Yo sizning hamkorlaringiz o'zini taklif qilganini ikkinchiga o'tkazsa yoki o'zlaridan keyingi 2 ta joyda to'ldirsa, taklif qilgan odamni doim bo'sh joyni yopadi. Masalan, bu nima degani? Mana hozir men keldim, 2 ta joyimni yopdim, ikkinchi pozitsiyaga o'tdim. Значит, yo mana shu mendan keyingi birinchi, ikkinchi joyga meni taklif qilgan odamlarim o'zini 2 ta joyini yopib, 2 ga o'tganda men oldimga keladi. Birinchisi ham, ikkinchisi ham. Yoki mendan oldin kimdir bor. Значит, bu kim? Hozir men sizlarga shu holatda primoy momentda tushuntiraman. Mana hozir, mana ko'ryapsizlar, men Yuliani bitta tomonini yopdim. Значит, Yuliani partneri ikkinchi joyini yopsa, Yuliani keyingi 2 ga o'tadigan odami mendan keyingi joyda yopadi. Mana shu holatda binarniy tizimimiz bir-birimizni bo'sh joyimizni yopadi. Bular ham xuddi shunday. Taklif qilgan odami kim? Mana bu bo'lsa, значит, bularda ham 2 ta joyi yopilib, yo o'zi yopayapti, yoki mana bu taklif qilgan odami yordam beryapti. Xullas kalom, hammada zadacha bir xil. O'zidan keyingi 2 ta joyda yopadi, keyingi etapga qimirlaydi. Mana shu holatda biz to'ldik, ko'tarildik deb tushuntiramiz. Данный moment cash tarifimizda o'zi вообще 5 ta tarifimizda 5 ta matrisasi bor. M1, M2, M3, M4. Значит, birinchi joyimizdan boshladik ishni. Birinchi joyimizdan nakopitelni 2 ga o'tkazdi. Ikkinchi joyimiz M2 matrisadan $20 to'lov chiqadi. Birinchisi yopildi $10, ikkinchisi yopildi $10. 3 ga o'tdik. 3 nakopitelni 4 ga o'tdik. Ahamiyat beramiz. Avtoperexod GIF ochiladi. Birinchi joyimiz yopilganda $20 ga bitta klon akkaunt beradi. Mana bu $20lik joyimizga. Endi bu klon qanday tushishi mumkin? Masalan, sizni tagingizda joylar to'lib ketdi. Siz klon akkauntingizni bitta o'zingizdan keyingi любой bitta partneringizga qo'yishingiz mumkin. Masalan, mana bu partneringizga. Bo'ldi. Bu akkaunt уже mana shu joyda to'xtaydi. Endi bu yerdan yangitdan ko'tariladi. Mana shu holatda klon akkauntlarimiz o'zimizdan keyingi odamlarga yordam beradi. O'ng tomonimiz yopildi. $80 to'lov, $20 nastavnikka bonus.
yana bitta klon akkauntimiz cash tarifiga. Boya aytdim, klonni boya bitta partnyorimizga qo'ydik. Ana endi ikkinchi joyiga ham qo'yishimiz mumkin yoki bu hamkorimizni bitta joyiga qo'yishimiz mumkin. Atak любой partnyorimizni tagiga qo'yib, ularni ham ko'taraveramiz. Значит, cash tarifimiz bilan $20 bilan boshladik, $100 pul ishladik. Ikkita klon akkauntimiz $20 dan ochildi. GIF tarifimiz avtomatik ochildi. GIF ham boyaginday 4 talik etap. Birinchi joyimizdan 2 ga o'tdik. Ikkinchi joyimizdan $50 $50 ikki marta to'lov chiqadi. 3 ga o'tamiz. 3 накопительный 4 ga o'tamiz. Накопительный deganimiz nima? Masalan, qaranglar. M2 $200 ga ochildi. Значит, bitta joyimiz $200 ga, ikkinchi joyimiz $200 ga yopilgan vaqti, значит, balansda $400 pul bor. $100 to'lov bo'lib bizni hamyonimizga tushdi. $300 uchinchi joyda oshdi. Mana shu holat накопительный deyiladi. Значит, M4 ga o'tdik. M4 da birinchi joyimiz yopilgan vaqtda mana chapdan travel tarifi ochiladi $500 ga. Bitta klon account GIF tarifiga mana bu yerga $100 ga. Ikkita klon account $20 dan cash tarifiga. Значит, ikkita klon birinchi cash tarifga ketdi. Mana hozir klonni boya qo'yuvdik-ku $20 dan. Xuddi shu holatda ikkita klonni bittasini mana bunga qo'ysak, значит, mana bu ikkita odam ham keyingi etapga ko'tarilyapti. Yana bitta klon qolyaptimi? Любой bitta partnyor tagiga qo'yamiz. Mana shunaqangi holatda yo o'zimizdan keyingi joyda biz yopayapmiz yoki bizda klonimiz yopayapti. Taklif qilganimizdan tashqari. Tak. GIF tarifini birinchi joy yopilganda travel ochiladi $500 ga, GIF tarifini o'ziga $100 ga bitta klon, ikkita klon M1 cash tarifiga. Значит, ikkinchi joyimiz yopilgan vaqtda $400 to'lov chiqadi bizga balansimizga, yechib olamiz. Nastavnikka $100. Bitta klon account cash tarifini 3-pozitsiyasiga. Значит, 3-pozitsiyasi deganimiz mana bu $60 joyga любой partnyorimizga qo'yamiz. Travelga o'tamiz. Travelga o'tishdan oldin ahamiyat beringlar. Tarif $100 ga avtomatik ochildi. $500 to'lov oldik. Klon akkauntlarimiz $100 ga bitta ochiladi klon, $60 ga bitta klon ochiladi, $20 dan $40 ga ikkita klon. Значит, plyusdamisiz $20 bilan ish boshlaysiz. Dальше travel tarifiga ketdik. $500 bilan avtomatik ochilgan. Bu yerda $500 bilan ochilgan joyimiz $2,500 to'lov chiqaradi. Boyaga yopilish jarayon почти bir xil. Faqat bu yerda endi sal klonlarda farq bo'ladi. To'lovida. $500 ga ochildi. Накопительный joydan o'tdik, M2 ga keldik. M2 yopildi. Значит, $250 bir marta keladi. Ikkinchi marta $250 balansimizga keladi, yechib olamiz. Ahamiyat beramiz. 3 ga ketdik. 3-chi joyimiz yopildi. Ikkita klon account cash tarifiga boryapti, $20 dan $40 ga. Ikkinchi joyimiz yopildi. GIF tarifini M1 $100 joyiga bitta klon ketyapti. M4 ga o'tdik. M4 da nima bo'ladi? Avtoperexod tarif avtoga ketyapmiz. Bu avto tarifimiz ozgina qimmatroq pul bilan ochiladi. $2,500 уже avtomatik ochildi. Travel tarifini $500 joyiga bitta klon. Boyagi partnyorlarimizdan keyin ikkita klon cash tarifini 3-pozitsiyasiga. Значит, $60 joyiga ikkita klon akkauntimiz qo'yiladi. Dali o'ng tomonimiz yopildi. $2,000 to'lov chiqadi, yechib olamiz. Nastavnikka $500, bitta klon account GIF tarifiga. GIF tarifimiz $100 bilan ochiladi. Bu klon akkauntlarimiz ham bizni akkauntlarimizni orqasidan, odamlarimizni orqasidan ili komanda bilan ko'tarilib yana shu to'lovga keladi. Endi travel tarifidan qancha ishladik? Выплата $2,500, $500 ga ochildi. Nastavnikka $500. Значит, klonlarimiz nechta bo'ladi? Birinchi avto tarifiga ketdi $2,500 ga. Уже bizda ochildi.
travel tarifini birinchi joyga bitta $500. Gift tarifini M1 matrisasiga $100 ikkita. Clone Cash M3 $60 joyga ikkita klon. Cash tarifini M1 $20 joyga ikkita klon. Idali ketdik avto tarifga. Ahamiyat beringlar, $20 bilan ish boshladik. Birinchi liniyamizga eng kami ikkita partner taklif qildik. Idali ish ketyapmiz. Endi $2,500 ga ochildik. Bu yerda qanaqangi plyus tomonlari bor. Vyplatamiz $12,500. Nastavnikka $2,500. Avtoperexod estati tarifiga bitta klon account. Klon avto tarifini M1 ga, bu degani $2,500 ga yana bitta klon ochiladi. Travel tarifini M3 joyiga bitta klon. Bu M3 deganimiz $1,500 joy. Любой bitta partneringizni tagini yopgan vaqtingiz yo uni klonlari chiqadi, yo kimgadir perexod paydo qiladi. Idali klon travelda M1 $500 joyiga bitta klon. Gift tarifini M3 $300 joyiga bitta klon. Gift tarifini M1 birinchi joyimiz bitta klon $100 joyiga. Cash tarifini M3 ga bitta klon, cash tarifini M1 ga bitta klon. Xullas klonlar yog'dusi. Endi bu holat qanday bo'ladi? $2,500 bilan ochildi. Nakopitelniy joydan o'tdik M2 ga. Chap tomonimiz, o'ng tomonimiz yopildi. 1250 to'lov chiqdi. $2,500 balansimizni yechib olamiz. 3 ga ketdik. 3 ta chap tomonimiz yopildi. Cash tarifini M1 ga ikkita klon, gift tarifini M1 ga bitta klon, travel tarifini M1 ga bitta klon. O'ng tomonimiz yopildi. Cash tarifini M3 matrisasiga bitta klon, gift tarifini M3 matrisasiga bitta klon, travel tarifda M3 matrisasiga bitta klon. Idali ketdik M4 ga. Avto tarifimizni M4 joyiga keldik. Estati ochiladi avtomatik chap tomonimiz to'lgan vaqtda. Bitta klon avto shu tarifimizda $2,500 bitta joy ochiladi. O'ng tomonimiz yopildi. $10,000 to'lov chiqdi. Yechib olamiz. $2,500 nastavnikka bonus. Xullas, mana bu tarifda ichidagi bo'layotgan движение любой komandangizni ko'tarib yuboradi. Любой komandangizni bu yerdan chiqayotgan klonlarni любой partnerga qo'yganimizda переходlar создавать qilinadi. Короче, движение bo'ladi. Estati tarifi $10,000 ga ochildi. Bu yerda qanaqangi plyus minusi bor. Bu yerda faqat plyus. Ahamiyat beringlar, klon deyilgan joylar bular hammasi kimgadir движение beradi. Faqat siz birinchi boshlanishida mana $20 bilan ishni boshladingizmi, avtomatik o'yingizdan keyingi birinchi liniyangizda ikkita eng kami ikkita partner taklif qildingiz, idalishga ketdingiz. Ikkita partner taklif qildingiz, idalishga ketdingiz. Любой odamga bir xil $20 bilan riskovat qilib $115,000 pul ishlash bu вообще shikarni. Prosta ahamiyat berib yaxshilab o'rganish kerak-da. Bu oddiy narsa. Endi qaranglar, estati tarifidan qanaqangi plyuslarni ko'rishimiz mumkin. $10,000 ga avtomatik ochildik. Birinchi nakopitelniy joydan o'tdik, M2 ga keldik. M2 ni chap tomoni yopilgan vaqti klonlar boshlanadi. Bu yerda to'lov emas, klonlar chiqyapti. Ikkita klon cash tarifini M1 ga, ikkita klon gift tarifini M1 ga, boyagi $100 $20 joylariga bizda akkauntlarimiz ketyapti. O'ng tomonimiz yopildi. Ikkita klon akkaunt travelda $500 joyiga. Bu degani любой bitta partnerni ko'tarib yuboryapmiz. M3 ga keldik. Chap tomonimiz to'ldi. Klon cash tarifini M2 ga bitta ketyapti. Ikkita klon account gift tarifini M2 ga ketyapti. O'ng tomonimiz yopildi. Ikkita klon account travel tarifini M3 ga ketyapti. Mana M3 travel tarifini M3 bu $1,500 dan $3,000 ga kloningiz o'zingizdan keyingi odamlarga ketyapti. Bu вообще конкретный strukturniy поддержка. Endi M3 ga ikkita klondan keyin avto tarifiga ham bitta klon ketyapti.
Bu degani $2,500 klon akkaunt avto tarifini $2,500 ochilgan. Даже bu yerda o'zingizni kloningiz ham bo'lishi mumkin. Любой farqi yo'q. M4 ga keldik. Заключительning oxirgi finishoviy joyimiz. Chap tomonimiz to'ldi. Klon estate $10,000 joyga bitta klon. Cash tarifini 3-pozitsiyasiga bitta klon. M3 matrisamiz cash tarifi mana bu $60 joyga. Ikkita klon gift tarifini M3 ga. Значит, gift tarifimizda M3 mana bu $300 joy. Shu yerga ikkita klon kelyapti. Partnerizmi, tanimaysizmi farqi yo'q. Boyagi klon baribir qo'yiladi. Chapdan o'ngga bitta partner tagini to'ldirib ko'tarib olamiz. Ana endi o'ng tomonimiz to'ldi. $100,000 to'lov chiqdi, yechib olamiz. 25,000 nastavnikka klon akkaunt avto tarifini M3 ga. Bu degani $7,500 joyga bitta klon akkaunt qo'yasiz. Bu joyingiz ham ko'tarilib 4 ga keladi. В общем, движение bor. Endi nimalar ishladik? Klonlarimiz 60 tadan oshib ketadi. 5 ta tarifning ichidan любой akkaunt qimorladimi 60 tadan oshib ketadi. Ishlagan pulimiz $15,000, $115,000. Значит, biz $20 bilan kirib $115,000 ishladik. Данный bu avtoprogramma Miami-da yo'nalishimiz 21 aprel oyidan boshlandi. Значит, aprel oyi boshlangan bo'lsa, ahamiyat berib qo'yinglar. Даже har oy bitta tarifdan o'tadigan bo'lsak ham 5 oyda o'tib ketish mumkin. Endi men 5 oy emas, 6-7 oy plan qilyapman. Chunki даже 1 yil ketgan vaqtda ham $115,000 bu normalniy dohod bo'ladi. Tim bo'li bu marketingiy ishlarda birinchisi struktura bilan birga qimirlash. Bitta o'zim bora olmayman-da. Mana shuning uchun prosta bu marketing tizimini tushuninglar, o'rganinglar. $20 bilan kirdik. 5 ta tarifda o'tdik. Balansimizda $115,000. Tak. Endi taklif qilib как положено qimirlaydigan odamlar, masalan menga o'xshab, oz muddatda bu 5 ta tarifda o'tib ketishi mumkin. Men hozircha ikkitasidan o'tdim, yana 3 tasi qoldi. Ahamiyat beringlar, bu yerda start qilishimiz uchun variant 2 ta. Men sirazi birinchi bilan ikkinchini boshlaganim uchun ikkitasidan o'tib ketdim. Endi travel avtolar avtomatik avtoperexod bilan o'tib ketadi. Masalan, любой odam klon akkaunt, ya'ni bitta, ikkita, 3 ta akkaunt bilan qimirlashi mumkin. Menda bunaqangi akkauntlarning soni ko'p. O'shaning uchun ikkita tarifda tez o'tdim. Masalan, hozir данный moment Miami-da $20 joyimdan nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ta. Bittasi boshida olingan, plus qolgani keyin olingan. Gift tarifimizda $100 da. Bitta asosiysi bitta klon. Значит, har bitta akkaunt komanda bilan birga ko'tarilib boryapti. Taklif qilgan umumiy meni partnerlarim 34 ta. Ikkitasi registratsiyadan o'tmagan 34 ta. Endi основной tarifimiz rubloviyda 5 ta pozitsiyam ishlaydi. Miami-da 2 ta. Значит, yana 3 tasi qoldi. Короче, bu ishda astoydil konkretniy движение qiladigan любой odam natijani tezlashtirishi mumkin. Masalan, $20 bilan boshlanib, birinchi liniyamizga eng kami 2 ta partner taklif qildik, dalish ketdik. 2 ta partner taklif qildik, dalish ketdik. Har bitta odam. No, taklif qilmagan odamda ham любой partner oldinga surib ketishi mumkin. Hozir данный moment men $20 dan любой bitta partnerni a'zo qilsam, значит men kimga yordam berishim mumkin? Mana bu yerda bitta partnerimiz bor ekan.
Yaroslav degan. Shu bolani bitta joyini men yopaman ekan. Bu keyingi etap ko'tar ekan. Mana shunaqangi holatda bir-biriga yordam beradi bu sistema. В общем, $20 bilan boshlanishini aytdim. Strategiya bo'yicha srazi $20 bilan и plus $100 bilan. Значит, $120 bilan ikkita tarifni birdaniga olib borsa, har bitta etap, ahamiyat beringlar, har bitta etap bir xil yopiladi. Masalan, birinchi joyimiz ikkita partnyor bilan yopildi. Ikkinchi joyimiz ham ikkita partnyor bilan yopildi. Значит, ikkovi ham ikkinchi pozitsiyaga o'tdi. M2 ga. Partnyorlarimiz ham xuddi shu holatni qaytaradi. Bizning orqamizdan keladi. Biz 3 ga o'tamiz. Bular 2 ga keldi. Ularning partnyori ham xuddi shu holatni qaytaradi. Sizning orqangizdan 2 ga keladi. Siz 3 ga kelasiz. Значит, mana bu bo'layotgan holat $120 bilan boshlandi, bir xil etapda ketyapti. M4 yopildi. Значит, $100 ga sizda yana bitta klon akkauntingiz qo'shimcha ochilib partnyorlar tagiga keladi. $100 lik gift tarifimizdan esa tur yopilgan vaqtda siz o'sha travelga 3-chi tarifimizga $500 ga avtomatik o'tib ketasiz. Sizning foydangiz mana bu ikkita $100 bilan $20 bilan boshlagan joyingiz. Birinchisi cash tarifimiz $100 foyda berdi. Gift tarifimiz $500. Значит, $120 bilan boshlab ikkita tarifdan o'tdingiz, $600 plyusdasiz. И дальше travel tarifida ketyapsiz. Travelga ham sizda partnyorlaringiz siz orqangizdan ko'tarilib kelaveradi. Option bu tizim cho'tki ishlaydigan tizim. Faqat buni o'rganamiz, o'rgatamiz. Partnyorlarda umuman nima sababdan taklif qilamiz? Hozir данный moment hech kimga sekretni emas. Просто pulli muammoni yechish uchun mana Dream Blaga proyektimiz. Marhamat, o'rganinglar. И boshqacha ishlaring bo'lsa, buni ichida bemalol reklama qilishlaring mumkin. Bu как рекламный благотворительный biznes loyiha. Hammaga sog'lik, salomatlik. Qanaqa savol bo'lsa, yozinglar, javob beraman. В общем, Dream loyihamiz как положено 21 oydan beri, bu degani salkam 2 yil. 2 yildan beri как положено ishlab kelyapti. Tak, sizlar bilan Mamat Yorbek. Hammaga xayrli kun.